Multiradar. Mana multiradarni yoniga keldik. Multiradarda o'tirgan inspektor akamizdan ma'lumotlar so'rashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bizni aka, agar qarshi bo'lmasangiz, Telegram kanallarimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqda kanallarimiz bor. O'sha odamlarga, ya'ni shofyorlarga xizmatiga qarab, yo'lda masalan, mana multiradar ketyapti, qo'shimcha tezlik o'lchab, ya'ni jarima jo'natmaydimi, o'shalarni bilish maqsadida to'xtab sizdan so'rab. Siz savolingiz yurayotgan holatda plyus minus qo'shmaydimi? Tushunganman. Hop, aka, mana bizga yo'nalish beriladi. Meni yo'nalishim mana Sharxon tumani 670 yo'ldaman. Shu hududda, menga biriktirilgan hududda harakat rejimida va shtativ rejimda, turgan rejimda xizmat olib boraman. Harakat rejimida ishlaganimda mana go'st standartdan o'tgan apparatimizda taho boks apparati bor. Uni vazifasi men harakat rejimida harakatlanayotganda to'g'ridan kelayotgan avtomashinani faqat o'zini tezligini chiqarib beradi. Bu degani, misol uchun, meni tezligimni unga qo'shmaydi, uni tezligini menga qo'shmaydi. Faqat o'zini tezligini hisoblab ketadigan apparatimiz mana. Oldi torpedada joylashgan taho boks aka. Demak, plyus minus qo'shmaydi. Yo'q, qo'shmaydi. Faqat o'zini tezligini chiqarib beradi. Hali gruppalarda degan aytishyapti, u yuryapti, urib ketyapti, boshqa qilib ketyapti, qo'shimcha urib ketishi mumkin. O'shini aniqlik kiritish maqsadida siz yoningizga to'xtab hozirashini so'rab surishtirib. Yo'q, mana misol uchun men 70 ta kelsam, ro'parada kelayotgan avtomashina 70 ta kelsa, faqat o'z tezligini chiqarib beradi. Agar u meni ham tezligimni qo'shib olgan bo'lsa, unda hamma harakatlanayotgan avtomashina jarimaga tortilib qoladi aka. Faqat o'zini tezligini chiqarib beradi. Bu haydovchilardan faqat yo'l harakati qoidalariga amal qilib yurishlarini aka so'rab qolamiz. Bu hududimizda ham mana 324 belgilab qo'yilgan, ya'ni tezlik chegaralangan, 70 tezlik aka. O'shini bir so'rab surishtirgani to'xtadim. Vaqtingiz olgan bo'lsam uzr. Yo'q, rahmat aka. Sog' bo'ling. Hop.